Mittivayn jamoasi Bono Ikromovaga qanday va'da bergan edi? Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga layk bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Mittivayn jamoasi a'zolari Ulug'bek Shodibekov, Bono Ikromova, Abdurahim Abdukarimov, G'ulom Nasriddinov, Murod Solihov, Aziz To'laganovlar YouTube'dagi podkastlardan birida reklamadan qancha daromad topishi, Kulgu komandasining kelgusidagi maqsadlari va Bonoga berilgan va'da haqida aytib berdi. Mittivayn Kulgu jamoasining tuzilganiga 5-6 yil bo'ldi, lekin jamoamiz a'zolari birdaniga yig'ilib qolmagan. Masalan, Bononing biz bilan birga ijod qilayotganiga 2 yil bo'ldi. Komandada doim nazorat bo'lib kelgan. Administratorimiz qachon, qayerda syomkamiz bo'lishi kerak bo'lsa, bir kun avval ogohlantirib turadi. Har kuni, ba'zan dam olish kunlari ham ertadan to kechgacha ish bilan yuramiz. Shuni ham aytib o'tish kerak, jamoaga videoga tushishga kelgan qizlarga har doim to'g'ri ko'z bilan qaraladi. Bonoga ham birinchi suhbatga kelganda shu haqda o'zim va'da berganman, dedi Ulug'bek Shodibekov. Shu kungacha 1347 ta video kontent tayyorlabmiz. Bundan tashqari arxiv videolari, o'chirib yuborilgan kontentlarimiz, o'zimizning sahifamizga joylanmaganlari ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, deyarli 1500 ta video chiqaribmiz. Bunga parallel ravishda reklama kontentlarini ham tayyorlab keldik. Shu vaqtga qadar stories, post aralash 6000 dan ortiq reklama olganmiz. Endi aytadigan bo'lsak, zamon tezlashib ketyapti. Misol uchun, Million Kulgu jamoasining bahorda chiqqan konsertdagi mavzular kuzda ham dolzarbligini yo'qotmasdi. Hozirgi kunda esa soniyalar hamma narsani hal qilyapti. Bu esa mavzularning muhimlik darajasi tugamay turib ulgurib qolishni talab qilmoqda. Shunday tezkor zamonda 6 yildan beri o'z statusini ushlab turish ham aslida yaxshi deb o'ylayman va ijodimizni hali beri to'xtatish niyatimiz yo'q. Nasib, yangi 2026-yilda imkoniyatlarimizni yanada kengaytirib, boshqa yo'nalishlarda ham blog yuritib, ijodimizni kengaytirish maqsadimiz bor. Yaqin kelajakda Instagram sahifasini yuritmoqchi bo'lganlar uchun jonlantirib berish xizmatlarini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Jamoa a'zosi Abdurahim Abdukarimov bugungi kunda X Factor loyihasida ishtirok etib kelmoqda. Tarmoqlarda uning ijrosida jonlangan qo'shiqlardan parchalarga ham ko'zingiz tushgan bo'lsa ajab emas. Abdurahimning so'zlariga ko'ra, u aslida musiqa yo'nalishida tahsil olgan. Ammo vaqt o'tishi bilan uning musiqaga bo'lgan qiziqishi yo'qolib borgan. Asosiy mutaxassisligim bo'yicha xonanda emasman. Fortepiano yo'nalishida o'qishni tamomlaganman. Shuning uchun notalarni tushunaman. Musiqaning asosini bilaman. Ashula aytishdan umuman ko'nglim qolib ketgandi. Shu sababli qo'shiq aytmay qo'ygandim. Bir kuni Ulug'bek, sen endi vaynlarda chiqmaysan. O'zingning sahifang uchun ham vayn olmaysan. Mittivayn Kulgu blogida ham, hammamizning blogimizda ham bir xil kontent bo'lsa ham zerikarli bo'ladi. Shaxsiy sahifalarimizda har xil kontentlar bo'lsa, auditoriya tez zerikib qolmaydi. Yumor kontentlarimizni asosiy blogimizga joylab boramiz. Lekin shaxsiy profilimizga turli xil narsalar joylaymiz. Sen qo'shiq aytib, musiqa yo'nalishidan ketasan deb qoldi. Bu taklif menga ham yoqdi, lekin ashula aytishdan chiqib ketganim uchun boshida bu narsalar g'alati bo'ldi. Tadbirga borsak, yigitlarimiz Aziz, Ulug'bek ashula aytish uchun sahnaga chiqarib yuborishardi. Shunday bo'lsa ham komandadagi bolalarga musiqaga qiziqishimni qayta uyg'otgani uchun rahmat aytaman. Hozir endi maqsadlarimni shu yo'nalishga qaratganman. Keyingi yildan Xudo xohlasa yangi qo'shiqlar chiqaraman. Ishimiz bir qarashda yengil-yelpidek tuyulsa-da, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shunday bo'ladigan bo'lsa ham, qiladigan ishimizdan charchamayman. Chunki hammamizning ham avvalgi ishimiz bundan yaxshi bo'lmagan. Ikkinchidan, hammamiz oilada boquvchilarmiz. Ishimiz jonga tekkan vaqtlari bo'lib qoladigan bo'lsa ham, yelkamizdagi mas'uliyatimiz borligi sabab ishlashda davom etamiz. Hammamizda ham komandaning javobgarligi, mas'uliyati bor. Xuddi shunday men ham imkon qadar uzoqni ko'zlashga harakat qilaman. Bozorni kuzataman. Bundan keyingi rejalarimiz nima bo'lishini o'ylab, imkon qadar to'g'ri qaror qabul qilishga harakat qilaman. Jamoamizdagi bolalar qobiliyatli. Masalan, Abdurahim chiroyli qo'shiq ayta oladi. Aktyorlik mahorati ham kuchli. Pianino ham chaladi. Faqat mayllar bilan chegaralanib qolmasdan, mana shu iqtidorlardan ham foydalanishimiz kerak. Bozor, Instagram, telefon o'zimizniki. Bemalol erkin ijod qila olamiz. Shuning uchun ham hammaning o'z qobiliyatiga fokus yaratib, Abdurahimga vayn olmasligi uchun taqiq ham qo'ydik. Bundan tashqari jamoamiz katta va hammamiz Instagramda shaxsiy hisobga egamiz. Buning salbiy tomonlari bilan birga ijobiy tomonlari ham bor. Yaxshi taraf imkoniyatlarimizga qarab, bozorga har xil taklif bera olishimizda.
Bozorda o'rnimizni ushlab turish uchun auditoriyamizni ham zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilamiz. Bu esa bizning bozordagi obro'yimizni belgilab beradi. Misol uchun, bugungi kunda Telegram kanalimizda $50 dan to $7000 reklama narxlari bor. Doimiy muxlislarimiz qachon kontentlar qo'yib borishimizni, qanday darajadagi videolar joylashimizni biladi va ijobiy ko'z bilan qarashadi. Lekin ba'zilar shunchaki tasodifan qaysidir videomizni ko'rib qolib, salbiy izoh yozadi. Eng ko'p bildiriladigan salbiy izoh rahmatli Farhod Mannopov bor payti boshqacha edi kabi ko'rinishda bo'ladi. Lekin Farhod hayot paytidan beri kuzatib kelayotgan auditoriyamiz, rahmat sizlarga bolalar, Farhoddan keyin ham eplab ketdinglar deyishadi. Odatda Ulug'bek Aziz G'ulom negativ izohlarga e'tibor bermaydi. Bonu yig'ib yurib bittada storiesda javob beradi. Murod kitobiy gaplar bilan salbiy fikrlarga javob qaytaradi. O'zim esa ko'pincha tanqidlardan asos qidiraman, lekin aksariyati asossiz tanqidlar bildirilgan bo'ladi. Yana ikkita yigitimiz har bir izoh uchun har doim erinmay javob qaytarib yuradi.